Dunyodagi eng boy odam Elon Musk Tesla kompaniyasining 13% aksiyalariga egalik qiladi. Amazon asoschisi Jeff Bezos esa kompaniya aksiyalarining 9% boshqaradi. Hammamiz yaxshi taniydigan Bill Gates esa Microsoft kompaniyasining bor yo'g'i 1% aksiyalariga egalik qiladi. Ko'pchilik insonlar ko'proq boylikka ega bo'lish uchun kattaroq narsani qo'lga kiritishim kerak deb o'ylashadi. Lekin aslida siz kattaroq narsaning kichik bo'lagiga egalik qilish orqali ko'proq boylik orttirishingiz mumkin. Misol uchun, MicroStrategy kompaniyasi dunyodagi jami bitcoinlarning bor yo'g'i 3% ga egalik qiladi. Lekin o'sha bitcoinlarning qiymati bugungi kunda salkam 80 milliard dollar. Shu sababli siz ham narxi arzon bo'lgan kriptovalyutalarni ko'proq miqdorda sotib olishga emas, balki o'sish potensiali katta bo'lgan kriptovalyutalarni topishga harakat qiling. Sababi ular qancha ko'proq o'sadigan bo'lsa, siz qilgan investitsiya ham shuncha ko'payib boradi. Agar bu borada sizga yordam kerak bo'lsa, albatta bizni kuzatishda davom eting. Bepul va foydali ma'lumotlar berishda davom etamiz.